respublika ishchi guruhi tarkibida bo'lgan jami 150 nafardan ortiq 21 ta vazirlik va idoralar vakillari hamda 4 ta ilmiy tadqiqot institutlarining tajribali professor o'qituvchilari viloyatda qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, energiya samaradorligini oshirish va iqtisod qilishni ilmiy texnikaviy jihatdan o'rgandilar. Dastlab Pop tumanida Bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan Namangan viloyatida yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratining yangi mexanizmlarini amaliyotga tatbiq qilish, shuningdek sohani raqamlashtirish bo'yicha bajarilishi lozim bo'lgan aniq vazifalar, amaliy ishlar muhokamasiga bag'ishlangan respublika shtabining sayyor yig'ilishi o'tkazildi. Ishchi guruhning viloyatda hududlar kesimidagi qisqa o'rganishlari davomida sohada to'lov intizomiga rioya qilish hamda qarzdorliklarni qisqartirish maqsadida iste'molchilar, yirik qarzdorlar bilan ham uchrashuvlar uyushtirildi. Natijada 26,8 milliard so'mdan ziyod qarzdorliklar ixtiyoriy undirildi. Sudlarga 8,5 milliard so'mlik 277 ta da'vo arizalari kiritildi. Majburiy ijro byuro organlari ish yurituvidagi ta'minot korxonalari foydasiga 404 ta ijro hujjatlari bo'yicha 3,8 milliard so'mlik qarzdorlik undirilishiga erishildi. Aholiga 20 ming tonna ko'mir va 2 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Shuningdek 9 mingdan ortiq hisoblagichlardagi muammolar bartaraf etilib, texnik soz holatga keltirildi. Bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan Yangi Namangan tumanida hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Namangan hududiy filialiga qarashli markaziy omborda yashil energetikani rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Unda 200 dan ortiq mahallalar faollari, tadbirkorlar ishtirok etdilar. Ko'rgazmali seminar davomida professor, olimlar hamda mas'ul vazirliklar va idoralar mutaxassislari tomonidan yo'qotishlarni oldini olish, energiya resurslarini iqtisod qilish borasidagi imtiyoz va afzalliklar, shuningdek resurslarni talon-taroj qilgan iste'molchilarga nisbatan javobgarlik choralari to'g'risida batafsil taqdimot va ma'ruzalar qilindi.